Assalomu alaykum detektiv ixlosmandlari. Siz Huquq va burch jurnali taqdim etayotgan detektiv audio ruknidasiz. Hozir siz tinglaydigan hikoya belgiyalik yozuvchi, ko'plab detektiv hikoyalar muallifi Jorj Simenon qalamiga mansub. Tarjimon Shavkat Yodgorov. 3 Rembrandt. Dro otelini bilasizmi? Uni hamma biladi-yu. Unda Dro oteli bilan bog'liq bir voqeani eshiting. Kunlarning birida shov-shuvga sabab bo'ladigan kimoshdi savdosi haqida e'lon berildi. Gap Kimsan Rembrandtning shu paytgacha noma'lum asari ustida borayotgandi. Val familiyali qandaydir kimsa antikvarni to sotishga qaror qilmaguncha roppa-rosa 15 yil uni o'z uyida saqlab kelgan ekan. U rassomning avtoportreti bo'lib, muallif imzosi yonidagi 1669 sanasi uning bahosini nihoyatda oshirib yuborgandi. Chunki Rembrandt shu sanada vafot etgan va uni o'sha yili chizilgan boshqa portreti yo'q. Val bir necha san'atshunosni taklif qilib shoh asarni ko'rsatadi. Ular bir ovozdan surat asl nusxa ekanini tasdiqlashadi. Ammo har narsadan shubhalanadigan kimsalarning bunga ekspertlar nima deyisharkan qabildagi shivir-shivirlari to'xtamaydi. Kutilmaganda hammani hayajonga solgan xabar tarqaldi. Shanba kuni choshgohda bashang kiyingan qandaydir yigit kartinani qo'ltig'iga qistirib, Dro galereyasiga kirib keladi va uni Val nomidan otel direktoriga topshiradi. Shuningdek, u qimmatbaho surat qo'yiladigan zalda ertadan boshlab detektiv navbatchilik qilishini ham ma'lum qiladi. Suratning o'lchami 60 sm ga 70 bo'lib, qora emandan yasalgan romga joylangan bo'lgan. Yigit hali ketib ulgurmay pochtachi kelib direktorga xuddi shu o'lchamdagi o'ramni topshirib qo'yib bo'ladi. Nihoyat soat 5 da Dro oteliga gul-gul yonib Valning o'zi kirib keladi va baqa bo'lib qolgan direktorning ko'z o'ngida shuncha mashmashaga sabab bo'lgan suratni ochadi. Bunday tomoshani ta'riflashga tili ojiz. Direktorning oldida Rembrandtning bir emas, naqd 3 ta surati turardi. Ular tamomila bir xil, hatto romlari ham bir xilligidan Val ham o'z kartinasining narigi ikkitasidan ajrata olmay qoladi. Zudlik bilan politsiyaga xabar qilishadi. Birinchi suratni olib kelgan yigit va ikkinchi suratni olib kelgan shotirni qidirishga tushadilar. Dro suratlar galereyasining mo'jazgina olami alg'ov-dalg'ov bo'lib ketadi. Bu ham yetmaganday, suratlarni eng yaxshisini topish ilinjida bir joydan boshqa joyga ilaverishgandan Rembrandtning egasi Val ham ont ichib tasdiqlashicha endi ulardan qay bir asl nusxa ekanini aniq ko'rsata olmaydi. 3 kun ko'rgazmalar zalida tanqidchi va taniqli antikvarlar uymalashadi. Ularning xulosalari har xil edi. Bahsga kirishganlarga qulay bo'lsin uchun har bir kartina romiga 1, 2, 3 raqamlari yozilgan qog'oz yopishtirib ham qo'yishadi. Birovlar birinchi, boshqalar ikkinchi raqamli surat asl nusxa ekanini aytib turib olishadi. 3-raqamli surat tarafdorlari esa negadir kamchilikni tashkil qiladi. Kimoshdi savdosini o'tkazish turgan gapki noma'lum muddatga kechiktiriladi. Tergov ishi davom etadi. Ammo na o'sha yosh yigitni, na pochtachini topa olishmaydi. Jozef kulimsirab har uchala surat ostidagi imzoning kattalashtirilgan fotosuratini menga uzatdi. Ekspertizachi. Soddasizda. Nima, bunaqangi ishlarga hech duch kelmaganmisiz? Yaqinda Germaniyada Van Gogh asarining qalbaki nusxalari bilan bog'liq mojaro yuz berdi. Ishga jalb qilingan 10 nafar ekspertning fikri bir joydan chiqmadi. Dahanaki tortishuvlar ham ularni murosaga keltira olmagan. 2 yil oldin esa Amerikada Rafael asarining soxtalashtirilishi bilan bog'liq afera shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Ekspertlar surat egasining hisobidan London, Berlin, Parij va Rimni aylanib chiqishgan. Hamma narsani ochiq-sochiq yozaveradigan Qo'shma Shtatlar matbuotining xabar berishicha, ekspertiza haqiqiy mitingga aylanib ketgan. Ekspertlar bir-birlarini soyabonlari bilan urib tutishgacha borib yetishgan. Rentgenchi? Bahslashishga kattaroq bir bahona xolos. Men aytayotgan holatda har uchala surat bo'yicha olingan natija bir xil bo'lgan. Suratning mikroskop tahlili Hech qanday natija bermadi. uchala imzoni sinchiklab o'rganish ham natija bermadimi? O'zingiz bir qarang, xulosa chiqarib ko'ring qani. Dro galereyasiga keltirilgunga qadar surat qayerda turgan? Qaysi surat? Qaysi bo'lardi? O'sha Val olib kelgani asl nusxa. Valning Suffin ko'chasidagi uyida. U hatto osilmagan ham, shundoq egasining kabinetiga qo'shilib ketgan kichkina xonada qulflog'liq turgan. Qancha vaqt turgan ekan u yerda? 15 yil.
Val uni qaysidir provinsiyadagi kimoshdi savdosidan qidirib topgan vaqtdan buyon surat qurum bosib irkut bir ahvoldaligidan undagi tasvirni ajratish mushkul bo'lgan. Imzo esa o'chib ketgan. Ammo Valning didi nozik. U portretni restavratsiya qildiradi. Biroq eng yaqin odamlardan boshqa hech kimga topilmasi haqida og'iz ochmaydi. Sanoqli odamlargagina uni ko'rish nasib qilgan. Val nuqul kunim quruq nonga qolsa ham Rembrandtni sotmayman deb takrorlayverar ekan. Val deganingiz nima ish qiladi o'zi? Rasman hech nima. Qachon qarama Droa tilida o'ralashib yuradi, ammo biror arzirli ish qilmagan. Nimalarnidir sotib oladi, yana sotadi. Nega Rembrandtni sotuvga qo'yadigan bo'lib qopti? Uni bunga nima majbur qildi ekan? U qizini uzatyapti. Bundan chiqdi, oilali ekanda. Xotini o'lgan, 22 ga kirgan yolg'iz qizi bor. Kuyovi qimmatbaho toshlar savdosi bilan shug'ullanadi. Val badavlatmi? Uncha qimmat bo'lmagan kvartirada kamtargina kun kechiradi. 2 oqsochi bor ekan. Uning aytishicha yagona boyligi o'sha, hech ajralgisi kelmayotgan Rembrandtning portreti bo'lgan. Shuning uchun ham u 3 suratni ko'rganda jazavaga tushib, adoyi tamom bo'ldim deya o'zini har kuyga solgan. Hatto joniga qasd qilmoqchi ham bo'lganmish. Nahotki, qanday qilib? Veronal ichgan. Biroq qizi undagi zaharlanish alomatini sezgan zahoti vrach chaqirib, hayotini saqlab qolgan. Xullas, kimoshdi savdosi o'tkazilmabdi-da. O'tkazildi 3 haftadan keyin. Ungacha esa uzundan uzoq bahslar to'xtamadi. Odatiy va nazorat ekspertizalari o'tkazildi. Bir-birini inkor etuvchi xulosalardan iborat maqolalar poyma-poy chop etildi. Mutaxassislar jiddiy munozaraga kirishib ketishdi. Politsiya birinchi navbatda bo'lajak kuyovdan shubhalangan, chunki suratni ko'rish uchun ruxsat faqat unga berilgan ekan. Biroq u bu ishlarga umuman daxli yo'qligini isbotlab beribdi. Hatto mutlaqo aybsiz 2-3 baholovchi ham tergovga tortilgan. Oqsochlardan ham biron gap chiqmabdimi? Yo'q. Biri qari kampir, oshxonadan boshqa narsani bilmaydi. Savollarga poyintar-soyintar tushuniksiz javob bergan. Umuman esi unchalik joyida emasday taassurot uyg'otgan. Ikkinchi oqsoch Lyuksemburglik yosh qiz. Uning 7-qavatdagi katalakda uxlashi tergovda ma'lum bo'lib qolgan. U qiz xo'jayinining xonadoniga hech qachon biror kimni ergashtirib kelmagan. Surat haqida ham hech nima bilmagan. Shunday qilib, ish nima bilan tugadi? Har tugul esdan chiqmaydigan auksion o'tkazildi. Droa otelining kunda shundalari hammasi birda yig'ildi. Berlin va Amsterdamdan ham kolleksioner va tasviriy san'at ishnavandalari yetib kelishdi. Eng mayda detallargacha bir xil 3 surat yonma-yon osig'liq turar, Val esa adoyi tamom bo'lgandi. U tashrif buyurganlarning goh u, goh bu to'dasiga borib o'zining musibati haqida qayta-qayta takrorlab charchamasdi. Men xonavayron bo'ldim. Banditlar qizginamning sepini o'g'irlashdi. Ammo lekin surat shu yerda. Ha, shu yerda. Men sho'rlik esa uni tanib ololmayapman, deb ming'irlardi Val. Auksiondagi narxlarni tasavvur ham qila olmaysiz. Eng qizig'i sotuvga 3 surat ham qo'yildi. Holbuki ulardan ikkitasining hech qanaqa qadri yo'q, qalbaki. Lekin ularning qaysi biri haqiqiy? Shuning uchun auksion emas, lotereya o'yinini eslatardi. Birinchi raqamli surat roppa-rosa 200 ming frankka baholandi. Xaridorlarning biri amerikalik yirik kolleksionerning agenti bo'lib chiqdi. Hammani shoshirib qo'ygan o'sha bo'ldi. Ikkinchi raqamli surat 300 ming frankka sotildi. Xaridor yana o'sha ekanini hamma bilib o'tirar, aftidan u uchala suratni qo'lga kiritish orqali asl nusxaga ham ega chiqmoqchi edi. Bu unga ancha qimmatga tushdi. Droa tilida dagarlarga o'rin yo'q. Amerikalikning bekorga shuncha pul sarflamayotganini auksionga kelganlar darrov tushunishdi. Bu holatda faqat 2 suratni sotib olishdan ma'ni yo'q. Demak, qancha pul ketishidan qat'iy nazar, uning har uchala suratni sotib olishiga to'g'ri keladi. Ehtiroslar jumbushga keldi. 3-suratning narxi ko'z ochib yumguncha 400 ming frankka, so'ng 5,5 millionga chiqdi. Nihoyat u o'sha amerikalikning agentiga 700 ming frankka sotildi. Boyaqish terlablar ketdi. Faqat bittasi asl nusxa bo'lgan bu 3 surat unga 1 million 200 ming frankka tushgan edi. Oxir-oqibat asl nusxa qaysiligi ayon bo'ldimi? Yo'q, albatta. Hozir ularning uchovi ham o'sha boy amerikalikka surur bag'ishlab galereyasini bezab turibdi. Bundan chiqdi, bu hamma uchun sirligicha qolibdi-da. 2 kishini aytmaganda shunday. Kim ular? Bu firibgarlikning boshida turgan odam va men. Demak, siz suratning asl nusxasini ko'rgansiz. Yo'q, menga faqat siz qo'lingizda ushlab turgan fotosuratlarni ishlash topshirilgan. Unda ayting-chi, bulardan qaysi biri asl nusxa? Asl nusxa yo'q. Uchala surat ham qalbaki.
hayronlikdan og'zim ochilib qoldi. Leborn bunga e'tibor ham bermay davom etdi. Tavakkalga qo'l urayotgan odamni bir tasavvur qilib ko'ring-a. Umuman olganda bu odam mayda antikvarlardan edi. Ammo u bir urinishda millionni qo'lga kiritishni istadi. Kunlarning birida u soxtakorlikdan qo'rqmay Rembrandt avtoportretini 3 nusxada aynan bir xil qilib chizdiradi. Bir muddat ularni hech kimga ko'rsatmay yuradi. Keyinchalik o'sha nusxalardan birini o'zining g'ira-shira xonasida yaqinlaridan biriga ko'rsatadi. Qarabsizki, Rembrandtning noyob asari sotilmaydigan kartina haqidagi mish-mish paydo bo'ladi. Bu qadar tilga tushishga uning sotilmaydigan suratlardan ekani, buning ustiga val san'at ixlosmandlaridan hali hech kimning unga ko'z tashlashiga ham imkon bermagani sabab edi. Vaqt o'taverdi, nihoyasiz fikr-mulohazalar uchun mavzu bo'lgan kartinaga hayot qaytdi. Shundan buyon hammaning og'zida o'sha surat. Kutilmaganda val kartinani sotmoqchi ekanini e'lon qiladi. Go'yoki qizining sepi uchun. Tahlikali vaqt keldi. Noma'lum suratni tomosha qilgan ekspertlar soxtakorlikni sezib qolsa nima bo'ladi? Lekin val o'zini yo'qotib qo'ymadi. Uning ixtiyorida yana 2 surat bor ekan. Ekspertlarda surat haqiqiymi degan savol tug'ilmaydi. Ularni faqat 3 suratdan qaysi biri haqiqatan Rembrandtning mo'yqalamiga mansub degan savol qiziqtirardi. Kurash boshlandi. Tarafkashlar o'rtasida tortishuv bo'lishi muqarrar edi. Ular birinchi, ikkinchi raqamli suratlar uchun ayovsiz jang olib borishdi. Hatto 3-raqamli surat ham o'z tarafdorlarini topgan edi. Inson tabiati shunaqa. Detektiv audio Adolat Milliy huquqiy axborot markazi multimedia bo'limi tomonidan tayyorlandi. Ovozlashtirish guruhi: Surayyo Ablaqulova, Avazxon G'ofurov, Erkin Yunusov, Salohiddin Husniddinov, Dadajon Foziljonov, Ahmadjon Odilov, Madhiya Avazova, Sardor Isroilov, Xurshid Sultonov.